Assalomu alaykum birodarlar. Yangiliklar chiqishni boshladi. 38 mingdan shtamplar beli qisib, nomba opalar berilishni qisib kichkina qilib qo'ysa bo'ladigan chiqarilgan yangiliklar bular. Narxi matosi shtampl 38 mingdan. Bular 43 mingdan tepadagilar. 65 mingdan turk hibilar. Katta ko'ylak so'raganlar uchun buni lozimi yo'q. 45 mingdan lozimsiz holatida. Lozimi bor tepa past shtampl ko'ylaklarimiz, prosto shtampl 37 mingdan. Bunaqa yoqasi bunaqali yoki yoqasi bunaqa ikki xil yoqali ikkovida ham narxi 37 ming qilib beramiz. 100 olganlar uchun narxini o'tib beramiz bundan ham. Bularimiz bor 43 mingdan. Yangilik bu 10 xil rasvetkasi bor. Rasvetkasi o'ta ko'p. Bular arzondan. Arzon shtamplar mana. Rasvetkasi o'ta ko'p. Telegram gruppamizga zakaz qilishingiz mumkin. Bitta ob'yom qilib video olganda mana shuncha bor assortiment. Shunday hamma holatda chiqarib bersalar hammasidan tas chiqarib beraveramiz. Televideniyada zakaz so'rayapsizlar. Bozorda deyarli hech kim yo'q. Yomg'ir yog'ayotganligi uchun. Sog' bo'lasizlar.